Hurmatli ingliz tili ustozlari, bu olimpiada haqida siz bilishingiz kerak, chunki bu xalqaro olimpiada hisoblanadi. Demak, bu olimpiadamizning nomi ELO, English Language Olympiads deb nomlandi. Bu xalqaro olimpiada nizomini olganingizdan keyin ko'pchiligingizda savol tug'ilishi mumkin. Bu qanday olimpiada? Bu nimalar asosida baholandi va biz o'quvchilarimizni nima asosida tayyorlashimiz kerak degan ko'plab savollardan bizga murojaat qilishdi va o'sha savollarga biz javob berish maqsadida shu videoni olishga qaror qildik. Demak, boshlaymiz. ELO bu xalqaro olimpiada hisoblanadi va u o'quvchilarning bilim salohiyatini tekshirishdan tashqari ularning boshqa qobiliyatlarini ham, boshqa ko'nikmalarini shakllantirishni ham talab qiladi. Bu xalqaro olimpiada 4 bosqichda amalga oshiriladi: maktab bosqichi, tuman bosqichi, viloyat bosqichi hamda respublika bosqichi. Maktab bosqichida siz o'quvchilaringizni tanlab olishda ularning bilim salohiyatini va shu bilan bir qatorda sahnada o'zini tuta olishini, ya'niki ular rolni qanday ijro eta olishini, rolda o'zini qanday ko'rsata olish ko'nikmalarini ham siz aniqlashtirib olgan bo'lishingiz kerak, chunki olimpiada shartlariga ko'ra theoretical performance degan joyi bor. O'sha asosida ham o'quvchilar alohida baholandi. Shuning uchun ham maktab bosqichida tanlab olayotgan paytingizda o'sha tanlab olayotgan o'quvchilaringizning bilimi kuchli bo'lishidan tashqari, ularning sahnada hamda rolini qanday ijro eta olish ko'nikmasida ham bor ekanligini albatta sinovdan o'tkazishingiz kerak. Buni qanday test asosida yoki qanaqa rolli o'yinlar asosida olib borishingiz mumkin ekanligini o'zini shaxsiy kanalimda tashlab qo'yganman. Undan olib bemalol ishlatib maktab bosqichini o'tkazib olishingiz mumkin. Maktab bosqichi 15-yanvargacha bo'lgan muddatda o'tkazilishi shart deb belgilangan. Undan keyin esa tuman bosqichi boshlanadi. Tuman bosqichida har bitta tumandan bir nechta maktablar ishtirok etishi mumkin. Tumanda kimlar ishtirok etadi? O'rta ta'lim maktablari, agentlik qoshidagi ixtisoslik maktablar, xususiy maktablar ishtirok etishi mumkin tuman bosqichida. Bunda siz ikkita komandadan birini tanlashingiz mumkin. Ulardan birinchisi junior komandasi, ya'niki kichiklar, bu boshlang'ich sinflar uchun, bu 1 sinfdan toki 4-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni o'z ichiga oladi. Bunda siz komandaning tarkibini 3 tadan 5 tagacha bo'lgan o'quvchilar bilan tashkillashtirishingiz mumkin. Ikkinchisi esa bu seniorlar jamoasi, ya'ni katta o'quvchilarning jamoasi. Unda eng kami 5 ta, eng ko'pi bilan esa 7 ta o'quvchini ishtirok ettirishingiz mumkin. Har bitta maktabdan faqatgina bitta komanda ishtirok eta oladi bu olimpiada nizomi bo'yicha. Va ayrim savollar borki, bitta sinfdan ham 3-4 ta o'quvchini olishingiz mumkinmi deb. Albatta mumkin. Muhimi ular bitta maktabdan bo'lishi kerak va ular maktabdan bitta komanda bo'lib olimpiadaning tuman bosqichida ishtirok etishadi. Tuman bosqichida 30 ta test bo'ladi. O'sha 30 ta test ularning lug'at boyliklarini, grammatikalarning advanced darajasini, ya'ni yuqori darajasini va reading ko'nikmasini shakllantirish testdan o'tkazish uchun mo'ljallangan test sinovlari bo'ladi. Bunda o'quvchiga 90 minut, ya'ni agarda siz faoliyat olib borayotgan maktabingiz Al-Biruniy, Mirzo Ulug'bek, Al-Xorazmiy, Ibn Sino, ijod maktablari yoki prezident maktabi bo'lsa, bu turdagi maktablarning o'quvchilari to'g'ridan-to'g'ri viloyat bosqichiga ishtirok etishadi. Viloyat bosqichida esa 3 shart asosida ular bellashadi. Ularning birinchisi test, o'sha 30 ta test, ikkinchisi esa sahna ko'rinishi, 7 minutlik sahna ko'rinishi bo'ladi. O'sha asosida ular tayyorgarlik ko'rishi kerak va 3-shartimiz esa ularning ma'lum bir ijtimoiy tarmoqni yarata olishi yoki ma'lum bir ilovani yarata olishi, ularning zamonaviy texnologiyalarni qanday qo'llay olishi va yarata olish kabi ko'nikmalar tekshiriladi va u ham 7 minutlik prezentatsiya asosida baholanadi. Har yili ma'lum bir mavzu tanlanadi. Olimpiadaning bosh g'oyasi sifatida, misol uchun o'tgan 2025-yilda mavzu sport mavzusi edi. Bu yilgi mavzu esa sun'iy intellekt mavzusi hisoblanadi. Ya'niki siz tayyorlayotgan sahna ko'rinishi ham, siz yaratayotgan ilova yoki dastur yoki veb-sayt ham va sizga beriladigan test savollarining barisi u bevosita o'sha sun'iy intellekt mavzusiga aloqador hisoblanadi. Viloyat bosqichi bo'ladi. Bunda har bitta tumandan g'olib bo'lgan jamoalar viloyat bosqichida xuddi o'sha 3 shart asosida bellashadi va eng yuqori ball olgan bitta komanda respublika bosqichida ishtirok eta olishi mumkin. Shunda respublika bosqichida har bitta viloyatdan bitta komanda ishtirok etadi. Misol uchun, Samarqanddan bitta jamoa, Xorazmdan, Buxorodan bitta jamoalar ishtirok etishi mumkin va ularning kichik guruhlari alohida va katta guruhlari alohida imtihon asosida saralanib olinadi. Kichiklarga keladigan bo'lsak, kichiklarning baholash tizimi biroz kattalardan farq qiladi. Ularda ham tuman bosqichi test bo'ladi, viloyat bosqichi test, sahna ko'rinishi va o'zining potensialdan kelib chiqib kichik bir ijtimoiy tarmoq yarata olishi kerak. Ular ham yoki biror dastur yoki biror veb-saytni taqdimot qilib berishi kerak. Ular ham 7 minut davomida va ulardan sahna ko'rinishida ham va dasturda ham, testda ham mavzu bitta, sun'iy intellekt mavzusi hisoblanadi. Va barcha natijalarimiz, respublika bosqichi natijalari ham g'oliblar e'lon qilingandan keyin soat 6 gacha bo'lgan muddatda nizom bo'yicha natijalar e'lon qilinishi kerak.
Agarda siz tekshirilgan natijalardan qoniqmasangiz yoki natijalarga biroz bir shubhangiz bo'lsa, natijalar e'lon qilingan kunining o'zidayoq uni apellyatsiyaga berish huquqiga egasiz va o'sha kunning o'zida sizning natijangiz eng kamida 3 ta hakamlar hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi va sizga tushuntirish ishlari olib boriladi. Agarda haqiqatan biroz xatolik ketgan bo'lsa, sizning o'quvchingizning guruhlarini komandasiga ball qo'shish ehtimoli bor. Agarda to'g'ri baholangan bo'lsa, bu paytda siz o'zingizning o'quvchilaringiz yo'l qo'ygan xato haqida ma'lumotga ega bo'la olishingiz mumkin. Bu xalqaro olimpiada nizomi edi. Ularning barchasi ELO, ya'ni English Language Olympiads haqida edi. Bunda siz o'quvchilaringizni tayyorlaysiz va har bitta maktabdan faqatgina bitta komanda, yo kichiklar komandasi, yo kattalar komandasi ishtirok etishi mumkin. Uni siz tanlashingiz bevosita o'zingizga bog'liq va o'quvchilaringizni nizomda belgilanib, o'zimning kanalimda yuborib qo'yganman nizomlarni. O'sha nizom asosida tayyorlasangiz, albatta siz o'quvchilaringizning yuqori marralariga erishishga xalqaro olimpiada sahnalarida sizning yuzingizni yorug' qilib, yuqori marralarni egallashiga sabab bo'lishingiz mumkin. Albatta nizom bilan tanishib chiqing va o'quvchilaringizni bor kuchingiz bilan tayyorlang.